Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, sizlarni Ramazon oyomi bilan tabriklayman. Hammangizga kuch-quvvat tilagan holda bugun ismaloqimizni pishirib ko'rsatmoqchiman. Ismaloqni yaxshilab issiq suv bilan yuvib oling. Mana bunday yerlarini olib tashlang, boshchilarini ozroq cho'pli yerlari qoraversin. Ikkita piyoz olamiz, keyin ismaloq olamiz, bitta tuxum, mana keyin ukrop kerak bo'ladi. Har doim men ukroplarni bankaga solib qo'yaman. Bankada yaxshi turadi. Birinchi mana bu ismaloqlarni maydalaymiz. Gazimizga topamizni qo'yib olib, men o'zim ishlatadigan zlatojar yog'ini quyib olamiz. Hamisha shu yog'dan ishlating. Hidi ham yo'q. Mana quyib olamiz. Quyib oldik. Endi qizib turadi. Qizguncha ismaloqni maydalab to'rab olamiz. Maydalab to'rasangiz bo'ladi. Iri qolmasligi kerak. Iri bo'lmasin. Maydalab to'rab olasizlar. Qizib turgan topamizga solamiz ismaloqimizni. Yaxshilab yuvinglar, chunki oralarida mikroblar bo'lishi mumkin ismaloqni. Shuning uchun yaxshilab qaynoq suvga yuvib olishinglar kerak. Endi esa mana endi shu qovurmalanib turadi. Qolganlarini ham shunday to'rab olamiz. Mana ismaloqimiz ko'p bo'lganiga qaramay, u qovurmalagandan keyin kichrayib qoladi. Mana shunday yog'da yaxshilab qovurmalab olishinglar kerak. Keyin qovurmalanib turgan payt unga ozroq ukropimizni qo'shib olamiz. Mana mayda to'radi. Juda ham foydali iftorlikda. Shunchalik katta ismaloqimiz mana pasayib qoldi. Uni bundan solamiz. Ozroq soling, ko'p emas, ta'm berish uchun. Men har doim ozroq qo'shaman, bir chimdik. Tuzni ham hozir solsangiz bo'ladi, ta'bingizga qarab. Mana ta'bimga qarab ozroq qo'shdim. Ungacha piyozimizni maydalab qo'yamiz. Mana pishdi. Qaranglar. Kichrayib qoldi. Endi esa buni idishimizga olib qo'yamizda piyozimizni qovurmalab olamiz. Mana yog'imizni soldik. Endi esa piyozimizni solib olamiz. Piyozni ham sarg'ayguncha qizartirib olamiz. Ta'mi chiqishi kerak, mazali bo'lib. Yog'ni suvi chiqib qizarib pishishi kerak. Juda ham mazali bo'ladi. Qizartirib qovurib olamiz. Mana hidi chiqib qovurmalanib oldi. Endi esa mana bu ismaloqimizni birgalikda qovuramiz. Mana juda ham mazali bo'ladi. Piyozni qovurmalangan ta'mi ismaloqqa o'tib oladi. Tarzda yana ham qovurib olamiz. Ozroq 5 minutlik. Aytgancha tuz solmadim. Ismaloqqa solgan vaqti solindi. Endi esa piyozga solmaymiz. Umuman tuz ishlatmaymiz. Ya soldim. Ismaloqqa solgan vaqti. Ozmoz qovurmalab oling, chunki
Hazır indi un qo'shib bir tuxum qo'shamizdan, shuning uchun yana ozroq qovurib olishimiz kerak. Past olovda qo'ying, kuyib ketmasin. Mana kuyib ketishi shart emas. Men piyozni ko'proq qilib oldim. Kimlargadir piyozi ozroq yoqishi mumkin, ismaloq ko'p bo'lishi mumkin. Tabingizga qarab ishlatasiz. Mana qovurmalandi. Endi esa un solamiz. Mana Mana yetadi. Endi esa bitta tuxumni chaqib olamiz. Uni ham shu unnikidek aralashtirib olamiz. Tez-tez aralashtiring, pishib ketmasin. Men qo'shilgan ko'rinmashi kerak, bir yerini tuyurib qolmaydi. Bir tekis aralashtirsangiz yaxshi bo'lib aralashadi. Bolalarimiz uchun juda ham vitaminli bu. Non buxankiga surtib, ozonda yeyishi mumkin, iftorlikda yesangiz bo'ladi, saharlikda yesangiz bo'ladi. Juda ham mazali, vitaminli, immunitetni yaxshi ko'taradigan ajoyib ismaloqli ildirmamiz. Bitta tuxum solsangiz yetadi. Mesni tuxumdan solsangiz unda ham yaxshi bo'ladi. Yanada mana endi bitta tuxumni aralashtirib oldik. Endi buni 20 minut past olovda qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Ozroq bir qoshiq suv soling, ustini yopib qo'ying. Ozmas 20 minut pishib olsin. Mana pishibdi. Yoqimli ishtaha, ajoyib ismaloq ildirmasi. Yoqimli ishtaha hammangizga.